Hybrid S-Bot Pro Wi-Fi xuddi S-Botda bundan oldingi Elena uslutel maslini bepul prashka qilishni o'rgatamiz. Qaranglar. Bitta video mix olasizlar. Video mixga kiriladi, combo varianti tanlaysizlar. Mana bu tepasiga Edition degan tanlaysizlar. Bu Edition bo'ladi. Xo'sh, radar detektorga ichiga обязательно flashka bo'lishi kerak. Yonbosh knopkasini bosib Wi-Fi yoqiladi. Bundan обновление qilib yangisini ko'chirib olasiz o'zingizga. Ko'chirib oldingiz mana aka 260126. Chiqasiz. Chiqqaningizdan keyin Wi-Fi orqali mana bunga kirib olasiz. Bunga ulanish uchun manaki Wi-Fi ikkalasi ulandi. Xo'sh, keyin yana qaytib video mixga kiriladi. Загрузка на устройство. Bitta bosasiz, o'zi обновление qiladi mana aka kechish jarayoni. Albatta bu bo'lmagungacha pitaniyani uzmaslik kerak. Обновление qilib bo'lgandan keyin bitta sbros настройка berib, o'ziga qulay kerakli настройкасini qo'yib olasiz. Sizga yana qaysi Wi-Fi lik radar detektorni обновление qilish, bepul обновление qilish qiziq bo'lsa kommentariya yozsangiz, videoga joylaymiz. Sog' shabit, omon shabit.